160 kvadratli uylar juda red kuchli edi. 160 bunaqa remontli вообще red kuchli deydiki. Narxi ham juda zo'r narxda, $92,000. Buni remontini o'zi ham amoyim где-то $30-40,000 xarajat qilib qo'yilgan ekan. Xona hisoblaydigan bo'lsa, примерно bir 5 xona 160 kvadrat bo'lgandan keyin bilaverasizlar o'rtoqlar. Asta-sekin obzorimizni mana shu tomondan boshlaymiz. Kuxnyamizda ham uyimizdan hech nima ketmaydi. Hamma narsa shu turishiga qoladigan joy bilan, lekin maza qilib yashadigan uy ham bor. Havazim ketdi konkretni. Mebellar. Xo'p, balkonimizni ko'rsanglar bo'ladi. Balkonimiz ham katta. Akamizda o'zlarining mebel zavodlari bor ekan. O'shanga mebelni hammasini o'zim uchun udar kachesini qildirganman dedilar. Mebeldan problema bo'lmaydi uyda, короче. Xo'p, kuxnyamizni ko'rgan bo'lsanglar, videomiz sal uzunroq bo'ladi poxol, chunki uyimiz katta. Zal. Zalda ham ko'rsanglar bo'ladi. Televizorni o'zi o'rtoqlar, по-моему, где-то $2,000 ga olganman dedilar. Hamma narsasi, texnikalari ham qoladi. Konditsioner, Citronic, remont, звуковая sistema, mebel. Zalni ko'rib bo'ldinglarmi? Endi asta boshqa xonalarga o'tamiz. Mayli, sanojil ko'rib chiqdinglar. Tualet, vanna. Vanni ko'ramiz. Juda chiroyli qilingan bu tomon ham. Unitaz hammasini zo'r qo'yilgan. Unitaz ham yaxshi ikkita ekan. Bu tomonda ham unitaz turibdi. Bu tomonda ham unitaz turibdi. O'shaning uchun unitazdan ham problema bo'lmaydi. Xo'p, spalnya keladigan bo'lsak, spalnyada ham soat, polni, seyf, pef, soat soladigan nimalar bilan qilib qo'yilgan ekan. Bemalol akamiz soatga ham qiziq ekanlar. Tilla taqinchoq qo'yadigan lokatsiyasi o'rtoqlar, bu shunday Anhor Somsani yo'lda bu tomonda turibdi. Daryocha bo'layotgan bo'lsa, dengizcha dedim, dengiz Anhorda o'zini. Kanalda bu tomonda Anhorda oldi. Bu tomonda Anhor mega. Lokatsiya zo'r, ikkinchi etaj, 160 kvadrat. Bu xonamizda ham o'zlaringizga moslashtirib, detskiy qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Lekin detskiyda yomonni ko'rsataymi? Detskiyda mana aka 3 ta bola ketadigan katta detskiy ham qilib qo'yilgan. Uyimiz juda zo'r, menga juda yoqdi. Hamma narsasi, hamma sharoitlari qilingan. Bir sim xarajat qilmaysizlar, prosta kirasizlar, yashaysizlar degan joydan. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, bu uyimiz o'rtoqlar, bemalol aloqaga chiqsanglar, kelib ko'rsatib, hamma narsasini tekshirib, ko'rib berishadi. O'shaning uchun uyimizning narxi $92,000. Aloqaga chiqinglar, kelib ko'rib xarid qilib olinglar.